Toshkent viloyatining Zangiota tumani Nayman mahallasi fuqarolari UzReport telekanaliga yuborgan yozma murojaatida mahalladagi bir qator muammolar yuzasidan shikoyat qilishgan. Ijodiy guruhimiz bilan Nayman mahallasiga bordik va aholining e'tirozlariga sabab bo'layotgan holatlarni o'rgandik. Har bir muammoli masala yuzasidan mutasaddilar bilan bog'lanib, izoh olishga ham harakat qildik. Nayman mahallasiga borganimizda fuqarolar bizni dastlab yo'l yoqasida joylashgan transformatordagi muammo bilan qarshi olishdi. Bu transformator mana ko'rib turganingizda atrofi hamma yog'i ochiq. Bu yerda bolalarning maktabi bor. Maktabdan bolalar kelayotgan paytida o'tib ketayotganda mana orqa tomonda qancha simlar osilib yotibdi. Bilmasdan bolalar ushab olsa tok urish xavfi bor. Shuning uchun atrofini yaqinlashmaslik uchun bolalarga bir panjara qilib shuni o'rab, chiroyli qilib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuningdek, mahallada tez-tez elektr tokida uzilishlar ham kuzatilar ekan. 30 yil, 40 yil, 50 yil oldin o'rnatilgan sim yog'ochlar, mana yog'ochli simlar mana osilib yotibdi. Hammasi shu necha yil davomida cho'zilib, osilib, shamol bo'lgandan keyin bir-biriga to'qnashadi. Ikkita sim uzilib tushadi, tok yo'q bo'ladi. Bo'ldi. 1-2 soat, 3 soat ham yo'q bo'lishi mumkin. Go'da 5-6 soat ham yo'q bo'ladi. Bu simni yo'nalishi GESdan to shotga kelguncha bitta liniya bo'lgan bo'lsa, bizning hududda bo'lmasa ham, naryoq tomonlarda bo'lsa ham bitta joydan o'chirib qo'yadi, to u yoqni ta'mirlamaguncha bizda svet yo'q bo'ladi. Svetimiz o'sha nashar. Qizarib yonadi, qizarib. Bolalar dars tayyorlamaydi, tushunasizmi? Tez o'chadi, ham past, juda ham past. Zangiota tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari Ibrohim Nugmanov bilan telefon orqali bog'landik. Uning aytishicha, bu muammoni bartaraf etish uchun shu yilning 2-choragida mahallaga yana qo'shimcha transformator o'rnatiladi. Eski simyog'ochlar ham shu bilan birga yangilariga almashtiriladi. Nayman mahallasida 111-transformatorimiz bor. Unga yuklamasini yetish maqsadida unga qo'shimcha transformator o'rnatiladi. O'tlar, yo'l yuzlari, mahallani ichlari, tip kabelga o'tgan yo'l yuzlari Naymanniki. O'shani tarmog'idan ulab, yangi transformator qo'shimcha qo'yamiz. O'zini yuklamasini katta qilmaymiz u transformator. U transformatordan tashqari qo'shimcha yana bitta transformator qo'yamiz. Mana yil dasturimizga kirgizganmiz. Endi u og'ir mahallada hisoblangan hisobidan biz birinchi o'chirtib shulardan boshlab qilishni boshlayapmiz. 2-kvartal yakuni bo'yicha ta'mirlab qo'yamiz. Yog'och ustullari temir beton tayanchlarga 2-chorakda hammasi transformator bilan birga qo'yilganda birgalikda almashtiriladi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Nayman mahallasi aholisi soni 2856 nafar bo'lib, 536 ta xonadon bor. Ularda 785 ta oila istiqomat qiladi. Mahalla hududi katta, asosiy qismida gaz, suv bilan bog'liq muammolar yo'q. Ammo mahallada bu borada ham shikoyat qiladigan fuqarolar topildi. Gaz yaxshi deyishdi-ku. Voy, biz mana tubikda turamiz. Biz oldi tomonda hamma narsa bor-da, mana oldi tomon, orqa tomon, vaqti hech kim qo'ramaydi. Kun isgandan keyin bizim mahallaga suv kelmaydi. Gaz masalasi kecha sal sovuq bo'ldi, qishimda gaz bo'lmagan bizda. Kecha bir ko'paydi, keyin kecha bir 8-10 gradus sovuq bo'lganda yana o'ldi. Mana hozir yana yonib turibdi. Qizchilar mahallasi aholi soni kam bo'lgani uchun Nayman mahallasiga qo'shib o'rgan bu mahallani. Tupik ko'cha ular. Ular ham azon sharoitlarda og'ir tomonda ham. Gaz, suv, yozda suvdan qiynaladi. Mahalla o'z ikkita bo'lakdan quralgan. Orozda bir 3 kilometrcha bordi joy. O'shaning uchun unga gaz borgancha oxiriga pasayib ketyapti. Zangiota tuman gaz ta'minoti bo'limi rahbari Muzaffar Aliyevning aytishicha, bu yil sentyabr oyigacha mahallaning gaz yetib borishi qiyin bo'lgan hududlariga gaz quvurlari tortiladi. Bu yil dasturga kirgan energetika vazirligi bayonnomalarida tasdiqlangan 6,5 kilometr gaz quvuri shulardan tortib o'tiladi. Ya'ni shu Nayman, ishchilar, Saral pasolodi, Mevozor degan mahallamiz bor. O'shalarda haqiqatan gaz tanqizi kuzatildi bu yil. Bayonnomaga asosan 6,5 kilometr 219 diametrli gaz quvuri tortib o'tilgandan keyin Bo'lsuv degan gresdan tortib o'tilgandan keyin xudo xohlasa bu yil bartaraf qilinadi. Mo'ljal mana shu may oyidan qurilish boshlanishi kerak, 1-sentyabrda yakunlanib ishga tushirimiz kerak. Bayonnomani grafiki bo'yicha. Gaz bosim past bo'lganda shikoyatlar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, biz o'tga uzluksiz gaz balon deymiz biz
suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Mahalla raisi bilan doimiy hamkorlikda uch kunimiz o'tdi. Naymanda ham, G'izchilarda ham, Me'yozorda ham. Zangiota tumani mahallalarining suv ta'minotiga hukumat qarori bilan Musaffo obi hayot mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ul. Hududning ichimlik suv quvurlari Toshkent shahar suv ta'minoti tarmoqlariga ulangan. Bularga suv kam kelayotgan sababi bular o'sha tarmoqdan ancha uzoqda. Bularga Chilonzordan kirib keladi suv. Chilonzorda Izza mahallasidan kirib keladi. Shuning uchun rastayanasi juda ham uzoq. Buni yaxshilash borasida prezidentimizning qarorlari bilan Qodiriya Zangiota Chinoz degan yangi suv inshooti bilan yangi tarmoq tortilyapti. Bu tarmoq bu yil oxiriga va'da qilishgan bitkazishga. Endi bugun bitkazishda navbatchilar bilan yangiga borib qoladi. Mana shu tarmoq ishga tushsa, o'tlarda uzluksiz pastayanli suv bosim orqali bo'ladi. Shaharga o'xshab. Fuqarolar mahalla ichki yo'llarining ahvolidan ham norozi. Shu paytgacha o'zimiz hashar yo'li bilan yo'l yoritgichlari va ko'cha kamchiliklarini to'g'irlab kelganmiz deyishdi naymanliklar. Bundan bir 2 yil oldin mana asfalt qilindi, yo'limiz ravon. Lekin ichki mahallalarning ichi talabga javob bermaydi. Umuman bitta ham anaqa asvisheni yo'q. O'g'anki bir 5-10 ta boshida biz o'zimizni hashar yo'li bilan bir qo'ydik, endi bu yog'i svet o'chib qolsa, umuman hech narsa ko'rinmaydi. Ichki yo'llarim 2005 asfalt bo'lgan bu yerda. Hashar yo'li bilan asfalt bo'lgan bu yerda. Hashar yo'li bilan suv tortildi bu yerda. Davlat tomonimizdan mana stolbarni qo'yib berishdi. Proyektini hammasini xalq o'zimiz o'sha ko'chamidagilar hamma proyektini hammamiz o'zimiz qo'ydik. Pul yig'ib hashar yo'li bilan qildik. Oldingi raisimiz bo'ldi, Zakir degani, bundan kimdan ilgarisi. U mana ko'chalarni hammasini o'chirib bizga asfalt qilamiz deyildi, o'zi ketdi, o'chib ketdi. Keyin men bordim, bu mahalla raisiga borsam, o'zi yo'q ekan, ma'lum bor ekan. Men qizim dedim, mana shu mahalla dedim, shag'al to'ktirib qo'ydik dedim. Endi asfalt degan bizga bildi dedim, o'chib ketgan dedim, metrlabdi. O'zimiz o'chaganmiz dedim. Ya dedi, dasturga kiritilmagan sizlarga dedi. Hali bizga asfaltning darak yo'q hisob. Asfalt bizdan bolalar ko'rsa ham bizga ko'ramasa kerak uni. Hozir men 66 ga kelgan bo'lsam, hali asfalt bizning mahallada bo'lmagan. Mana shu to'lib o'sganmiz hammamiz. Ichki yo'llarga yangi tosh to'kilganligi ham e'tiborimizdan chetda qolmadi. Biz bu haqda fuqarolardan so'radik. Ichkari ko'chalarimizga tork o'sha bir hafta bo'ldi, bir haftami tashyapti. Kuniga bitta mashina, ikkita mashina kelib to'kib ketishyapti. Birinchi o'chirda bizda 4 kilometr 400 shag'al to'kilib, asfalt bo'ladigan ko'chalarimiz bor. Aprel oyidan asfaltni boshlaydi. Nima desa, kun salqinda asfalt yaxshi ishlamas ekan. Hozirda Milliy gvardiyamiz, bank biriktirilgan, bizga Infinbank biriktirilgan doimiy vakilimiz. Mahalladagi yana bir og'riqli masala ta'lim va transport bilan bog'liq. Ota-onalar mahalla hududidagi 7-sonli maktabdagi sharoitlar, bolalar bog'chasi yo'qligi, yo'lda harakatlanishdagi muammolar, maktabga yaqin hududdagi asosiy o'tish yo'lagiga svetofor o'rnatilmayotgani haqida gapirishdi. Bola o'ynaydi loy. Toza kiyim kiyg'azvarasiz loy bo'lib keladi. Mana ko'chamizning ahvolini qarang, erta yomg'ir yog'sa yurib bo'lmaydi. Mana maktabga kiring, na kompyuterxona yo'q, na bir mehnat xonasi yo'q, sport aktiv. Bola tadbir o'tkazsa ko'chada qiladi, sovuqda ham boshqada ham. Hamma shaharga boradi, iloji yo'ligida. Yaxshi maktab bo'lsa hamma beradi. Bog'cha bo'lsa kelinlarimiz ishlaydi. Mana 4 ta navaram boradi, 197 ga boradi. Avtobus yo'q. Mashinadan taksi qilib chiqadi, peresadga qilib boradi o'sha maktabga. Kelishda hokimiyatdan bir marta maylis bo'ldi. Biz svetoforlarni gapirdik, maktabni gapirdik, bog'chani gapirdik. Xo'p, amalga oshgani yo'q. Har doim mana mayli bo'lmasa bitta inspektor qo'ysin, bu maktab bor. Biz borgan paytimizda maktab direktorining yo'qligi uchun maktab ma'muriyatini ortiqcha bezovta qilishni xohlamadik. Ammo aholi murojaatidagi sport zal masalasiga e'tiborimizni qaratdik. Necha sinfda o'qiysiz? 4-chi. Jismoniy tarbiyadan qayerda shug'ullanasizlar? Stadionda. Qaysi stadion? Aytsa bitta. Qishda nima qilasizlar? Qishda o'tmaydi. Shaxmat shashka o'ynaymiz. Mana shunaqa maktabda sport zal yo'q. Bolalar qishda qiynaladi, faqat o'yini shaxmat shashka. Bor haqiqat shu, sport zal kerak maktabga haqiqatan. Hozir qishki o'yinda nima? Tennis o'ynashadi, shaxmat, shashka. Boshqa iloj yo'q. Imkoniyatdan kelib chiqiladi. Bu maktab qachon qurilgan? Men esim bilgandan beri bilaman bu maktab. 70-yillardan beri bilaman. Nechta bola o'qiydi? Hozirgi paytda bu yerda 268 ta
O'zi maktab 260 ta o'ringa mo'ljallangan. Bolalarni yo'lda harakatlanish bilan bog'liq muammolar yo'qmi? Endi bu masalaga keladigan bo'lsak, bu ukamiz Yoshlar ittifoqida ishladi. Hokimiyat bormi, ichki ishlar bormi, hammasiga harakat qildilar, va'da qilishdi. Hozircha endi haliga zebra o'tish chizig'ini qilib qo'yishgan. Bolalar uchun piyodalar o'tishiga yaqinda endi svetofor qilib beramiz deyishyapti. Lekin bu va'da bo'lib turibdi hozircha. Bolalar nechtasi avariya bo'lib oyoq sinib, o'zim doktorlarga olib borganman. Lekin svetofor masalasini qo'yib berishmayapti. Viloyatga, Toshkent viloyatigacha chiqqanman. Xalq qabulxonalari hammasiga chiqib, o'zim chiqib aytib, arizalar topshirganman, hamma anaqalarim bor. Lekin quruq gap bo'lib, anaqani bo'ldi qilib beramiz deb qayta ariza oldirib, qachondan beri to'g'ri tushuntiryapti. 2017-yilda shotga ishga kirgan bo'lsam, 2017-yildan beri harakat qilaman shu bolalar xavfsizligi svetofor bo'lsa, xavfsiz bo'lamiz shu o'tib qaytishiga. Chunki ko'p aholimiz nari yoqda, yo'l narigi betiga o'tadi. Shu yosh bolalarimiz bor, 1-sinf bor, bu 3-sinf. Va bu 11-sinf bo'lsa ham bir katta odam biz o'zimiz o'tishga cho'chimiz. 100 da o'tadi. Kamida 100 da tezlikda o'tadi. G'ay qo'yib beringlar xatyapti, hech bo'lmasa radar, fotoradar qo'yib beringlar degan u amaliyda u yordam bo'lgani yo'q. Direktor o'rinbosarining aytishicha, Zangiota tumani hokimi yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvlardan birida 2021-yilda maktabni rekonstruksiya qilish hamda sport zal qurib berishni va'da qilgan. Hokim va'da berganlar 2021da xudo xolasa birinchi o'rinda shu sport zalni qilib beramiz deyishgan. Keyin maktabni qaytadan rekonstruksiya qilamiz. Maktab filiali ham bor ekan. Filiali bor. Filialda sharoitlar qanaqa? Sharoit yaxshi emas. Bu yerda uni ham qurilganiga o'zi ko'p bo'lmagan, 2009-yilda qurilgan, menimcha sharoit yaxshi emas. Zax bolalar juda qiynaladi. Va даже o'qituvchilar o'tirib qiynaladi. O'tdi boshqatdan bir yangidan qurib beringlar deganmiz. Maktabni ichi ham ichki, qurilishlari ham remont talab. Masalan, uni ham komissiyaga ko'rsatdik. Mana bu o'qish davri, nimasi, kanikullar tugagan anaqa bo'ladi-yu. Hozirgi paytda o'quvchilar chiqazib, biz remont boshlamaymiz. Ta'tildan boshlaymiz deyapti. 7-maktabda filiali 21-yil joriy ta'mir remontga kiritilgan dasturga. Bir payt bu 13-maktab bo'lgan. Bola soni kam bo'lgani uchun filialga aylantirilgan. Hozir hokimga shu masalada hisobot berdikki, yana qayta alohida maktab qilish maqsadida. Negaki shu bo'lsa ish o'tarish yaxshilanadi. Filial bo'lganda kichikroqda qolib ketgan joyi ham bo'lgan. Binosi ham o'tga unaqa eski emas. 10-yilda qurilgan filial degan maktab. Faqat shu joy masalasi kichkina bo'lgani uchun o'tga katta qo'shimcha maktab binosi qurilmagan. Odam kam bo'lgan. 7-maktabda o'zida sport zal yo'q, to'g'ri. Bu maktab emas, 12 ta maktabda sport zali yo'q. Bular hozir vazirning topshirig'i bo'yicha hammasi qayta ko'rib chiqilyapti. 7-maktabga sport zal qurish dasturga kiritilgan bilan 2021-2023-yillar davomida hammasi bir paytda bo'lishi qiyin. Yaxshi mablag'ga taalluqli kichkina emas, juda katta mablag' kerak. Ana shularni hisobga olib sport zal qurilishi mo'ljallangan 21-23 o'quv yillar davomida qurilishga. U maktabda stalovoy ham bo'lmagan. Maktabda stalovoyni bu yil remont qilib berdik yozi bilan. Nayman mahallasida bolalar bog'chasi ham yo'q. Investitsiya dasturi bo'yicha 2019-yilda mahallaning G'ishchilar ko'chasida 100 o'rinli bog'cha qurila boshlangan. Ammo pudratchi tashkilotlar o'rtasidagi ayrim kelishmovchiliklar sababli hanuz foydalanishga topshirilgani yo'q. Hozirda tashkilotda kommunikatsiya tarmoqlari, elektr, tabiiy gaz va ichimlik suvini ulash va jihozlash ishlari olib borilmoqda. Birinchi pudratchi tomonidan ikkinchi pudratchiga summaning qolgan qismi o'tkazib berilmaganligi sababli ayni paytda qurilish ta'mirlash ishlari to'xtab qolgan. Ayni kunlarda mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida qurilish ta'mirlash ishlarini nihoyasiga yetkazish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, Nayman mahalla fuqarolar yig'inida 3-7 yoshli bolalar 102 nafar bo'lib, ularning 41 nafari maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. Tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish bo'yicha shu mahallaning atrofida
oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari ochilgan, lekin aynan mana shu mahallada ochilmagan. Shuning uchun shu aholi bilan hozirgi kunda ochilishi bo'yicha tushuntirishlar olib borilmoqda, tadbirkorlar bilan hamda shu yerdagi aholi bilan. Nayman mahallasidan olgan ma'lumotimizga ko'ra esa mahallada 3-6 yoshli bolalar soni 296, qariyb 300 nafarni tashkil qiladi. Imkonini topgan oilalar farzandlarini Nazarbekka yoki Toshkent shahridagi bog'chalarga olib borishar ekan. Bog'cha yo'q bu atrofda. Hamma shaharga olib boradi. Asli nimasi 4 kilometrgacha olib boradi, eng ko'pi 6 kilometr nariga olib boradi. Masalan, hammani ham shu shaharga yuborishga qurbi yetmaydi. Qurbi yetmaydi, yo'lkira qanaqa ko'taradi? Misol uchun, meni uyimda bitta xo'jayinim ishlaydi, o'g'lim. U gaz svetga to'laydimi, ro'zg'or qiladimi, yo'lkira to'laydimi? Bitta o'g'li bo'lsa bolam qanaqa yetkazadi? Demak, ko'p bog'cha yoshda bolalar uyda o'tiribdi. O'zim ikkita navaram o'tiribdi. Mana hammaning uyda navaralar bekor, kelinlar bekorchi. Ish ochilsa shu kelinlar ishlaydi bog'chada. Bolalari ham bog'chaga borardi. Hamzaga ham ozgina yengillik bo'lardi, qiynalmasdi. G'isotga borgandan ko'ra bog'chaga Nazarbekka borib kelgan osonroq bo'ladi. Taksida olib borib keladi. Nazarbek 3 kilometr. Mana bu yerga 2 kilometr. Bu yerdan qaytib kelish qiyinroq sal. Yo'li qiyin. Yo'li qiyin yo'li. Bitta ham avtobus yurmaydi. 481 umuman ko'rmadik. Bizga iltimos, biz xatlar yozib chiqyapmiz, lekin amalga oshmayapti. Xatlarga yozdik marshrutka bo'yicha. Bir hafta, 1-2 hafta yurdida yana to'xtatib qo'yishdi. Mahalla raisining aytishicha, jamoat transporti bo'yicha xususiy korxonalar xizmat ko'rsatgan. Ular xarajatlarini qoplamaganligi vajidan qatnovni to'xtatgan. Biz 2 martalab yurg'izishga harakat qildik, xarajat ko'tarmasdan ketdi. Sababi oldingidek bizda o'zimiz rayonda avtobusning parkimiz yo'q. Oldin avtobus park bo'lardi-yu, raspisiyanasini beradigan, boshqa qiladigan. Karantin paytida yurayotganlarimizni qatnov transportlari to'xtatildi-yu. O'sha paytda ular собственный o'zini mashinasi bilan xizmat qilgan. Endi men bu davomida 6 oymi, 7 oyni transportda ruxsat bergancha ular boshqa yoqqa tirikchiligiga o'tib ketgan. Ko'pchilik mashinasini sotib olgan. Shu paytgacha mahalla tomonidan Transport vazirligi hamda Toshkent viloyati transport boshqarmasiga ham bir necha bor murojaat bilan chiqilgan, ammo hozircha natija yo'q. Shahar avtobuslari bor. Bizdan hozir 2,5 kilometrdan keyin o'shalarga borib murojaat qildik. Murojaat qilsa, ular shahardan territoriya viloyatga 2 kilometrgacha chiqishga ruxsat bor ekan. Bo'lmasa shu yerda 134, 135, 8 KT degan avtobuslari bor. Biz iltimos qilib ko'rdik. Bir marta yursanglar, aholi o'rganib chiqadi. Qariyalarimiz bor, o'quvchilarimiz bor. Ba'zi paytda o'zimiz ham transportsiz, taksi bo'lmay qolsa, peshkom yurib o'zimiz ham qiynalamiz. Transport masalalarini hal qilishda bevosita Zangiota tumani hokimligining ham ishtiroki bo'ladi degan umiddamiz. Yuqoridagi masalalar yuzasidan bu gal tuman hokimligidagi mas'ul rahbar bilan bog'lana olmadik. Chunki hokimlik matbuot kotibi uning biroz betobligi uchun muammolar bo'yicha mas'ul tashkilotlarga murojaat qilishimizni aytdi. Tushunamiz issiq jon, ammo muammo bu bilan hal bo'lib qolmaydi. O'z navbatida fuqarolarning shikoyat arizalarini o'rganayotgan mas'ullar biroz e'tiborli bo'lsa ham yomon bo'lmasdi. Mashinada bir ayol keldi, uni tanimadik. Nimaga ariza yozasiz? Arizalarni qaytarib olib, bundan sotga oshirib beramiz sizlarni deb bizdan ustimizdan yozib olib ketmoqchi bo'lishdi. Bu ayol tanimaymiz. Современный kiyinib olganini tanimayman-da. Oti Diloram tuman hokimiyatdan dedi menga. Keyin aytdimki, nimaga xola dedi, arizaga qo'l qo'ydinglar dedi. Ay, nimaga qo'ymaymiz dedim. Bizning ko'chamiz mamlaqa bo'lib yotgan bo'lsa dedim. Keyin u xotin aytdiki, u qiz aytdiki, o'sha qo'l qo'yganingizga dedi, 11:30 ga yemxonaga borasiz dedi, sud keladi dedi. Nimaga qo'l qo'ydingiz dedi. Nimaga qo'l qo'ymas ekanman dedim, arizaga dedim. Shu bilan bilmayman, ketmadim, men bitta mashinada turgandim. Yomon ta'sir qildi-da menga qizim. Keyin aniqlanishicha, bu inson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi xodimi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu holatga bo'lim boshlig'i quyidagicha izoh berdi. Bo'lim tomonidan borib o'rganish vazifamiz. Borib o'rganganda ulardan so'ralgan. Mana shu o'qib berilgan. Siz shunga imzo chekibsiz. To'g'rimi? Imzo chekkan bo'lsangiz, nega imzo chekdingiz deyilmagan. Sizni imzoyingizmi? Siz imzo chekdingizmi? Chunki har bitta imzo chekkan odam bilan gaplashish kerak-da.
haqiqiy o'zi imzo qo'yib berdimi, bilib qo'ydimi, bilmay qo'ydimi, hattoki bir xil imzoli yo'q, men qo'yganim yo'q degan, bolam qo'yib yuboribdi, men yo'g'imda degan joylari ham bo'lgan, borib o'rganganlarida. Demak, Dilorom opani noto'g'ri tushungan xalq, to'g'rimi? Noto'g'ri tushunishgan. Endi qanaqa noto'g'ri tushunishgan? Nima xalqchi nima qolib ketaveradimi bizani muammoyimizni degan maqsadda noto'g'ri tushungan. Lekin hamma muammolar hozir ko'rib turibsiz, o'rganilyapsiz. Ha, mahallada o'rganiladigan kamchiliklar ko'p. Ular yuqorida mutasaddi rahbarlar aytganidek, albatta bosqichma-bosqich bartaraf ham etiladi. Ammo ayni jarayonda tumandagi mahalla faoliyatiga mas'ul mutasaddilar mahalla raisi bilan fuqarolar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. O'ylaymizki, endi mas'ullar aholi bilan ishlashda ularning noto'g'ri tushunishlariga yo'l qo'yishmaydi. Xalqimiz sabrli, to'g'ri tushuntirilsa bas. Agar hamjihatlik bo'lsa, mahalla muammolari ko'chaga chiqmaydi. Birdamlikda ularning bartaraf etilishi ham oson bo'ladi.